909 Magikarp pultini originali va podoriginalini nima farqlari bor va qanday ajratsa bo'ladi? Birinchi farqi naklinkasida bo'ladi. Magikarp original dominantda qizil naklinka bo'ladi. Podoriginalda bo'lmaydi. Keyin podoriginalni orqasini plombani buzmasdan ochsa bo'ladi. Originalda ochib bo'lmaydi, bu yirtilib ochiladi. Originalining miyasining orqasida dominant yozuvi bo'ladi. Xuddi shu joyda podoriginalda bo'lmaydi. Originalda hammasining tolalari qattiq bo'ladi. Mana bukilmaydi uncha-munchaga. Podoriginalda o'ta yumshoq bo'ladi. Originalining rangi ozgina to'qroq bo'ladi, podoriginal ochroq bo'ladi. Kameraning farq ko'rsatib berib turgan bo'lsa, mana ko'rishlaring mumkin. Ularning ishlashida farq qilmaydi. Bir xil funksiya, hamma narsasi bir xil. Prosta masofada farq qiladi. Original 3 kilometr atrofida ishlasa, podoriginal 1 kilometr atrofida ishlaydi. Bu pultlarimiz narxi qiziq bo'lsa, kommentariyaga plyus belgisini qoldiring. Bu pultlarga bizga yangicha chexol kelgan. 909, 906, 905 ga mavjud. Narxi 50 ming so'm. Magikarp pultlarni bizda hamma modelidan bor. Shu videoga like bosing va bizga obuna bo'lishni unutmang. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz.